narkotik festivalini o'tkazinglar, fohishalik festivalini o'tkazinglar, qimor festivalini o'tkazinglar. Kirishni 100 ming so'm narx qo'yib, mahsulotni tekin qilib qo'yinglar. Ana ko'rasizlar, ajotaj oqib keladi, odam oqib. Oxirgacha fohisha festival qilamiz keyin. Ularni ham eng spidlarini olib kelamiz. Onasini emsin. Hech bo'lmasa boshingga ro'molli yechib keyin bormaysanmi shu nas joyingga. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Pivo festival bo'ldi, narko festival qilish kerak. Onasini emsa, pivo festivalda kirish tekin bo'libdi. Boshqacharoq qilish kerak narkotika festivalida. Kirishni 100 ming so'm narx qo'yib, mahsulotni tekin qilib qo'yinglar. Ana ko'rasizlar, ajotaj oqib keladi, odam oqib. O'lsin o'sha yerda chakib, tiqib, xillab, sudurga tutib, atiq qilib o'lsin ikkitasi. Ana o'shanda ko'zi ochiladi bular. Qilish kerak shuni. Narko festivallar ham qilish kerak. Ras pivo festival o'tdimi? Narko festival ham bo'lsin. Oxirgacha fohisha festival qilamiz keyin. Ularni ham eng spidlarini olib kelamiz. Onasini emsin, kasallarini, prям yonidan o'tsa yuqadiganlarini olib kelib 23 ming so'm narx qo'yinglar. Ana festivalu, mana festival bo'ladi o'rtoqlar. Demoqchi bo'lganim shunaqa festivallarni ko'paytirish kerak. Yaxshi ketyapmiz. Ahvolni ko'ryapsizlarmi o'zingizlar? Pivo festivalimiz, narkotik festivalini o'tkazinglar, fohishalik festivalini o'tkazinglar, qimor festivalini o'tkazinglar. Gap yo'q lekin kim organizatsiya qilayotgan bo'lsa ham shu narsani g'irt ongi pasak. Ular-ku mayli Xudodan qo'rqmasa kerak, lekin mana bu yoshlarni ko'ryapsizlarmi? Katta ehtimol bilan uydagilarga yolg'on gapirib ketgan mashina pivo festivaliga deb aytmagan. Agar shunaqa deb aytganida normalniy ota-ona bo'lsa urib oyog'ini sindirib yorgan bo'lar. Ota-onalar yig'lab o'tiradi. Bolam narkoman bo'lib ketdi, halol yedirganman, yaxshi tarbiya berganman, qatta xato qildim deb. Mana qatta xato qilyapsizlar. O'sha ochiq oydin narkotikka, fahshga, kayfu safoni targ'ib qilib yoshlarni ongini zaharlayapti. Bu yoshlar bo'lsa xursandchilikda lazzatlanib bu narsani nishonlayapti. Hech bo'lmasa boshingga ro'molli yechib keyin bormaysanmi shu nas joyingga. Mana bolalarni gapirmasa ham bo'ladi. Chochini tarov bilan tarashdan, ko'tini likillatishdan boshqa narsaga aqli yetmaydi. Hayotda yashashdan maqsad nima? Nimaga bu dunyoga kelgansan desa, menimcha o'zi ham bilmaydi bularni nimaga